Bugünkü tema Kanada'nın pulu to'g'riliq. Assalomu alaykum, xo'sh keldinglar. Meniki YouTube kanalımda Kanadaga kelish yo'llari tanishtiriladi. Kanadadagi turmush, undan boshqa Kanadaga munosabatdek boshqa qanday uchurlar bo'lsa, ham bahrlab YouTube kanalımga a'zo bo'lishinglarni qarshi olaman. Ko'rish jarayonida barmoq belgisini besib qo'yinglar, rahmat. Oldi bilan bankdan atrof pul olay. Odatda bir bank kartasining ichida bir necha hisobot nomeri bo'ldi. Masalan, checking account, saving account degandek. Checking account odatda kunlik turmushda ishlatiladi. Uning hech qanday o'simi chiqmaydi. Checking account, saving account 100 nolay bo'ldi. 50 tane işkinimi yoki mandimi boshqa ya 50 oylikdan birini 20 dollardan ishkini 5 oylikdan ishkini burası tamamı oldu. Yes. My gosh, I got you all to myself. Which one are you at? Right here? Nice. Hatta 5 koyduk, 5 dolar, 10 dolar, 20 dolar paçpırat pullanıma qalbıldı. Kanada'nın pulu çok kichligimiz o'xshash bo'ladi. Qiymatini surishtirib boqaylik avvalo. Kanada'nınki puli Kanada dollari 1 Amerika dollari 1.35 Kanada dollariga teng ekan. Bugungi kunda Turkish lirasiga aylantirib boqaylik. 1 Kanada dollari 4.36 Turkish lirasiga teng ekan. Kanada'nınki qog'oz puli 150 20 15. Eng kichik qog'oz pul 5 dollar. Kanada'nın puli qog'oz pul emas, ras. Plastik. Hoşo pul. Hech nima bo'lmaydi. Anandan teshiktirib olmadik. Ehtiyotsizlikdan kir yuvish mashinasining ichiga unutib qolsangiz-mu, yuvasangiz-mu hech nima bo'lmaydi. Bir sinab boqaylik. Hech nima bo'lmaydi. Bu Kanada'nın pulunun üstündeki bu kişilerini tanıştırıp жүрмей болды. Bu her bir Kanada'nınki pulununki sırtıda Mao Tüşü'nünki üstüde şu parlament binasınınki East Block, West Block, ondan başka museum, muzeyxonlarnınki alem boşluğu, paraxod, poyezd degandek nimalar bor. 20 dollarning ustida Queen Elizabeth, 10 dollarning ustida Kanada'nınki tunji baş ministeri ismi kimdi bununki? Sir John Macdonald. Kanada'nınki tunji baş ministeri 10 dollarnınki üstüde. Qog'oz pul, qosho pul, sulyo, plastik. Endi tangi pullar kelsak, Kanada'nınki dollari 1 dollar 2 dollar odatda. Şu tanga. Amerika'nınkiga o'xshamaydi. Amerikada 1 dollarlik qog'oz pul bo'lgan bilan mayda yo'q. Toonie deb ataymiz, loonie, quarters, dime desakmi bo'ladi. Nickel. Hamdan kichiki 5 sent. 1 sent bor, lekin Kanadada sent ishlatmaydi. Amerikada hozirmi 1 sent 2 sent deb
Qızıl tanga kichikgina. Hozir ishlatadigan, lekin Kanadada buni tashlab kelib bir 5-6 yillar bo'lib qoldi deyman. Hech yerdan topolmaysiz odatda oshxonalarga, qahvaxonalarga kirsangiz sizga hargiz 1 sentlik naynim qilmaydi. Shu round, shu putunlaplam, shu 5 sent kichik. Amerikaliklar bo'ldi, sentni ishlatmaymanlar. Pul to'g'riliq mushinchilik bo'lsin. Sizlarga bugun Kanadaning puli to'g'riliq so'zligim kelib qoldi. Shuning bilan bu videoni ishildim. Odatda butun cho'ng kichik oshxona talla bozori hamma yerda karta orqali pul to'lash bo'lgandan keyin bu kishilar yaniga naqd pul sapmamaydi odatda. Buncha olajaq pul yenimiz turmaydi odatda. Men shu xeyli zamonlar bo'lib qoldi, yonchiqimga pul sepmoqmoqlar odatda shu karta bilan bo'lgan bo'lgandan keyin bugun shu sizlarga alohida mushu to'g'riliq bir video ishlaydi. Xitoydan bankaga berib pul elib qarspek chiroyli qo'yaniki puli. Endi chiroyli qilgan nima bor? Kanadaniki Maple Tree'niki yupurmaqi. Buni kichik elektr projektorlar bilan yaxsa tamg'a shunday chiroyli belgisi chiqadi ekan. Mushinchilikka qilib turay, Kanadaning puli to'g'riliq kelarki videolarda ko'rishaylik. Obuna bo'lishni unutmang. Xo'sh.